Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qiling. Svetofor qizil chiroqdan harakatlanib keldingiz. Uzr, shoshib chiqqan paytim dokumentlar uyga qolib ketibdi. Bir marta kechiring, biz ham doktor xalq xizmatiga yuribmiz. Bizda ham boshliq bor-da, o'rtoq boshliq. Ya endi siz ham xizmatingiz, biz ham xizmatchilik endi, noto'g'ri tushunmaysiz. Hujjatsiz bo'lmasa mashina jarima maydoniga kiradi. Xo'p, birodar tog'a. Siz shoshayotgan bo'lsangiz ketavering. Men mashinangizni o'zim jarima maydoniga borib qo'yib, o'sha yerdan olasiz. Bo'ladimi? Assalomu alaykum, doktor. Assalomu alaykum. Hali jiddiyroq bo'ling, o'rtoq boshliqning mazalari yo'q. Nima bo'ldi? Qarang bundoq. Ism familiyani ayting. Ism familiyani maxlas mazam bo'lmayapti mana. Ism familiya kerak-da, hujjatni rasmiylashtirish kerak. Iya. Hamma joyga o'ryapti, doktor. Shu og'riq qoldiradigan bir ukol qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Og'riq qoldiradigan ukol sumkada. Boring sumkada olib keling. Sumka mashinada. Mashina qayerda? Jarima maydonchasida. Qanaqa klinikaga olib kelding? Bitta og'riq qoldiradigan ukol dorisi bo'lmasa. Nima deyapsiz? Bizda terapevt, kardiolog, dermatolog, yosh bolalar uchun pediatrlarimiz ham bor. Biz ham sizlarga o'xshab 24 yil ishlaymiz, kamatdir. Bo'lmasam nimadir qiling, bizda ishimiz bor. Siz shoshilayotgan bo'lsangiz ketavering bemalol. Ammo boshliqni o'zim joylashtiraman. Men qachon chiqaman? Bizni boshliq qachon shtrafnoydan chiqadi, keyin siz bu yerdan chiqasiz.